Yo'q, zerikmaymiz. Usta bo'lmasa yaxshi yasab basla o'qitadi. Bo'ldi, xotirjam bo'linglar. Bo'ldi. Zargarlar an'anaviy hunar san'at sohasining vakili bo'lish sifati bilan yuqori mahorat saviyasi va mo'l amaliy tajribaga ega. Uzoq muddatlik amaliyot davomida zargar o'ziga xos mahorat va bilim to'plagan. Bu hunar san'at va bilimlarga varislik qilish, an'anaviy hunar san'atni taraqqiy qildirish va milliy madaniyatni avj oldirishda muhim ahamiyatga ega. Zargar kamolat ketgan hunar orqali yuqori estetik qimmatga ega asarlarni barliq keltirib qolmay, texmi muhimi Junxo millatlarining an'anaviy madaniyatining muhim tarkibiy qismiga aylangan. Zargarning kasbda nihoyat yuqori e'tirof qilinish va ta'sir kuchi bor. Ular shug'ullanayotgan hunar san'at buyumlari Junxo millatlarining an'anaviy madaniyatining muhim tarkibiy qismi. Milliy madaniyatga varislik qilish va uni taraqqiy qildirishda muhim ahamiyatga ega. Shuning bilan bir vaqtda zargarning g'ayri-moddiy madaniyat varisi bo'lish salohiyatimi ularning ijtimoiy o'rni va ta'sir kuchini yanada yuqori ko'targan. Bu omillar an'anaviy hunar san'atga varislik qilish va uni taraqqiy qildirishga foydali. Hozirgi zamon estetik qarshining o'zgarishiga ergishib, kishilarning o'zgacha xosligiga zinnat buyumlari bo'lgan ehtiyoji kun sari oshdi. Bu zargarlarni keng taraqqiyot bo'shliqi bilan ta'minlab, zargarning qo'l hunar buyumlari bir xil moda iqimga aylandi. Mayli murosim yoki kundalik turmushda bo'lsin, zargarlarning nafis qo'l hunar buyumlari olqishga erishdi. Shunga zargarlik kasbi nihoyat yuqori bozor ehtiyojiga ega. Zargarlar an'anaviy hunar va bilimga varislik qilib qolmay, yana uzluksiz turda yangilik yaratib. Ular xaridorlarning ehtiyojiga asosan zamonaviy ilm-nutlarni an'anaviy hunar san'atga so'ndirib, o'zgacha loyihalarni yaratib, zargarlarning o'zgacha sehriy kuchini namoyon qildi. Bu xil yangilik yaratish va yo'g'irlash zargarlarning hunar san'at buyumlarining turi va uslubini betib qolmay, yana uni hozirgi zamon go'zallik ehtiyojiga texmi uyg'unlashtirib, an'anaviy hunar san'at bilan zamonaviy estetikani birlashtirishda turtkilik rol o'ynadi. Zargarning jamiyatga bo'lgan ta'siri ko'p taraflamlik bo'lib, ular zargarlik hunariga varislik qilib, jamiyatning e'tirof qilishi va hurmatiga erishib, yangilik yaratish, iqtisodiy taraqqiyotni ilgari surish jihatlarida muhim rolni joriy qildirmoqda. Hozirgi zamon estetik qarshining o'zgarishiga ergishib, zargarning qo'l hunar buyumlari bir xil moda iqimga aylandi. Har bir xil oltin zub-zinnat buyumining o'ziga xos loyihasi va uslubi bor. O'xshash bo'lmagan kishilar to'pining estetik ehtiyojini qondira oladi. Kamolat ketgan hunar san'at oltin zub-zinnat buyumlarini texmi nafis qilib, narvanning aql-parasti va hunarini namoyon qila oladi. Oltin zub-zinnat buyumlarini loyihalashmo zargarlik hunarining muhim tarkibi. Isl loyiha oltin zub-zinnat buyumlarini hozirgi zamon go'zallik ehtiyojiga uyg'un texmi moda o'zgacha qila oladi. Oltin zub-zinnat buyumlariga yana mo'l madaniyat mazmuni mujassamlangan. O'xshash bo'lmagan rayon, o'xshash bo'lmagan millatlarning oltin zub-zinnat buyumlari o'zgacha madaniyat, alohidalik va tarixiy arxiv ko'rinishga ega.
Halqalары pütüp çıktı hanım. Körep. Tamam. Bek çıraylı qolap da ukama. Ikisi takıp koyayım. Yaraştımı? Pek çıraylık yaraştı. Senin kanallardaki çıkamazsan. Ko'limnikidek bo'pti, bek çıraylı yasaptı. Ustamның qo'lidek. Öyle bek çıraylı ekan. Öneri. Önür pişti. Her qaysanlarım zerikmey oturup bədənlər yaxşı. Qoyma, müşalqını şunda bir elqi selish arzuyum bo'lganlik uchun vaqtni qanday tez o'tganligini bilmay qoldim. Öz gözümüz bilan ko'rib qolgan bir ishning texidimi Shu. Rahmat, mashina bir qipig'i silib. Rahmat. Otağızıp koydum kapatışmaylarımız. Ondan sonra Ma'qul. ma'qul. Cık otağızıp koydum. Ya. Ma'qul.